Alimentni ataylab kam summada to'layotganlar javobgarlikka tortiladi degan videomiz ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik savol beryapti, buni qanaqa qilib isbotlab beramiz? MIPga borsak bizni qaytarib yuboryapti. MIP tekshirishga vakolatim yo'q deyapti deydi. MIP gapi mutlaq noto'g'ri. Hozir men sizga buni qanaqa qilib isbotlash va qanaqa ariza berishni o'rgatib qo'yaman. Videoning oxirida bepul ariza berish namunasini qo'lga kiritadi. 64-modda bo'yicha turmush o'rtog'ingiz o'sha ishga kirgan joyidan har oy chiqadigan oylik maoshini oladi hamda o'sha maoshdan Majburiy ijro byurosining balansiga pul o'tkaziladi, ya'ni buxgalter o'zi o'tkazadi. Va bu haqda xabarnoma beradi. O'tkazilgandan keyin MIP sizni plastigingizga jo'natib qo'yadi. Lekin amalda noqonuniy holat qanaqa? Turmush o'rtog'ingiz noqonuniy ishga kirib qo'ygan, u yerda oylik ham olmaydi, faqatgina qog'ozda yuradi ism familiyasi va alimentni ham har oy 400 ming, 500 ming qilib cho'ntagidan to'lab yuradi va bu holat mutlaq noqonuniy holat hisoblanadi. Buni qanaqa qilib isbotlayman deydigan bo'lsangiz, Majburiy ijro byurosi xuddi shu 64-modda bo'yicha isbotlash subyekti hisoblanadi. Ya'ni siz MIPga ariza berasiz va MIP bu narsani tekshirib berishga majbur hisoblanadi. Va bundan tashqari, arizangiz natijasida agarda u xuddi men aytgandek cho'ntagidan to'lab yurganligi aniqlanadigan bo'lsa, barcha o'sha tashkilotdan to'langan alimentlar tekshiriladi hamda o'sha muddatda aliment to'lamagan hisoblanib, sizga qayta to'lov berishi lozim bo'ladi. Ariza namunasini qayerdan olaman deydigan bo'lsangiz, profilim shapkasida Telegram kanalim bor. Xuddi shu kanalga kirib, bemalol ariza namunasini qo'lga kiritishingiz mumkin. Aytgancha videoni barcha tanishlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.